Assalomu alaykum hammaga. Biza Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Bo'stondamiz, Navoiy ofida. Uyimiz adresini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Navoiy ofiga kirib kelgandan keyin bir tovuq ferma bor ekan, o'sha yandan kirib kelasiz, oxirgi ko'chada. Masharipova Sharofat opaning uyindamiz. Bog'asi Temur og'am Rossiyadan turib 10 kun oldi bizlarga ish buyurdi. Uyimizdan ko'mirdan otaplanib o'tirib topshirdi xudo qalasa. Bu yerga ketgan material o'zlarimizdan bo'ldi. O'shanga zamonaviy 500 dur alyumin batareyalardan qo'yib, joylatib ishlab berganmiz. 20'liklarimizdan 2-4 stenkada rezolani yonib, rossiyskiy latunni kraniklarni qo'yib ishlab berganmiz. Uyimiz o'sha 11 tochka bo'ldi, 8 yere batareya qo'yildi. Kotelimiz bir tochka, nasos sistemalari bir tochka bo'ldi. Evvel atapini o'tib turadi, bu arni bizni olib tashlaganimiz o'zi bir tochka bo'ldi. Biz zalimiz 4 işte 42 kvadrat, birimizde 17 shtukdan 2 yere batareya qo'yib berganmiz. 1,5 kvadrat qizdiratda hisoblagandan bu batareyalarimiz o'xshi o'zi 56 kvadrat yerini qizdiradi. Hem bir tarafı açıklık bo'lgani uchun bir stenamizda 2 yere qo'ydik. Ataplanamiz potansiyal sistemada samochok bo'ldi. Zalimizdan birdan baka chiqarib berganmiz. Birimize bir batareya 110 tane, keyin bir aynan tane birini ko'p qaytadik. Uyni egasi temir bunda garishmin qoladi. İkisidan bir yoqqa bir qo'yib beranglar degan uchun ikisidan bir tarafa qo'yib ishlab berganmiz. Birinchi, ikkinchi tochkamiz. Davomimiz ham shu 32 kvadrat ekan birimizdan 15 dan 2 yere qo'yib ishlab berdik. Bunda birinchi batareyamiz, yan tarafta ikinci batareyamiz. Keyin bir hayvanımızdan 23 ladib bir yere qo'yib ishlab berdik. Keyin o'zini bir 2 batareyasi bor ekan, panelli batareyalarimiz. Bularni qo'yib o'zini yaratib berdik. Birliqlargan bir. Bir yoqdan ulashga majbur bo'ldik, avratgamiz bu qonun doğru yemedi ben taraflara. Podachimiz oynadan pastroq tushib qolgani uchun bir anlamati bular verdik, lekin xudo xolasa qizishini farqi o'zgarmaydi. Uyimizda o'sha 100 shtuk alyumin batareya ishlatib berganmiz. O'zini bor podacha obratchilik turbalarını yaratib berdik. Bundan tashqari o'zlarimizdan 41 metr turba ishlatib berdik. 5 metr 127lik, 6 metr 32lik, 10 metr 25lik, 10 metr 20'lik işlettiğimiz kalan hammasini o'zini turbalarını ishlatib berdik. Panelli batareyalarımızdan şu rossiyskiy 15'i Amerikancha latunni kraniklardan qo'yib, yozdirib olinmadan etib ishlab berdik. Arkalarından devorlarni ochib qo'yib davomimizdagi ikkinchi batareyamiz. Hem satırlarından pontayına düşürüp ayaklarını digende çıkkanda müşahede etmedik. Oturuverdik. Birimiz kukniyamiz zaten 14'lerde birini koyup verdik. Özümde birinde gaz kaçırlar dururdu, işlet dururdu. İçinde sularla taze oturgan ekan, ularni kesip alıp taşab, kömürde yanadığım kaçırlarımızı koyup verdik. Bu kaçırımız Şavat tumanında özlerimizi işlep çıkaramiz. Kaçırımıza 1 yıl garantiya, xudo xolasa 3-4 yıldan beri işlep turgan yerlerim var. Prosta özlerimiz 1 yıl garantiya deymiz. Lislerim gözü kömür kaçırıma moslashgan qora 3'lik lislerni yasaladi. Rossiyskiy turbalar qo'yilgan içine. Kaçırımız 4 kitaplı zakaz bo'ldi. Nasos sistemalarını ham ishlab berganmiz. Samochok ishlash uchun 32lik kraniklarni qo'yib, nasoslarni qo'yib, hozir ataplanamiz samochok sistemada ishlab turibdi. Mo'rlarimiz 127lik bo'ldi, 5 metr, yerdan balandligi 6 metr bo'ldi. Ataplanamiz 70 gradus bo'lib turibdi. Bu yerga ketgan material o'zlarimizdan bo'ldi. O'xshi bizdan ketgani usta qism materiali kachollari bilan birga 25.518.000 so'm pul bo'ldi. Yeni vaqtimizda 5 milyon avans olganmiz. Bugün hisob kitob etib
diskalarini ham ko'rsatib, xudo xohlasa topshirdik. Biza ko'rib kuzatib boraverasizlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm viloyatining Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'miratib liniyalar o'tiramiz. Hamma materialni o'zlaringizdan olib borib, kelishtirilgan narxlarda chiroyli 1 yil garantiyasi bilan ishlab beramiz. Sog'lig'inglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Shu kanalimizni rivoji uchun layklarni bosib obuna bo'ling. Ko'miratib liniya o'tiraman deb yurgan yaqinlarga videoni tashlab qo'ying. Xudo xohlasa layklarni bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz, YouTube bizning videolarimizni keyingi yurtdoshlarimizga rekomendatsiya chiqaradi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.